Assalomu alaykum. Bugun mehnat qonunchiligi bo'yicha o'zaro yaqin qarindoshlar bir davlat tashkilotiga xizmat qilishi mumkinmi yoki yo'qligi to'g'risida to'xtalib o'tamiz. O'zaro yaqin qarindoshlar bir davlat tashkilotiga ishlashi mumkin, lekin biri ikkinchisiga bo'ysunuvdagi yoki nazorat ostidagi xodim bilan birga ishlashi mumkin emas. Bunga misol qilib tushuntirib o'taman. Bir tashkilotning bo'lim boshlig'i uning qo'l ostidagi mutaxassisi yoki qo'l ostidagi xodimi bo'lishi mumkin emas. Boshqa mutaxassis sifatida boshqa bo'limga ishlashi mumkin. O'zaro yaqin qarindoshlarga kimlar kiradi deganimizda, o'zaro yaqin qarindoshlarga ota-ona, aka-uka, opa-singil, o'g'illar, qizlar, er-xotin, shuningdek er-xotinning ota-onasi, aka-ukalari, opa-singillari va farzandlari. Lekin O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan istisno holatlari mavjud. Bitta davlat tashkilotiga ishlashlik. Bunday holatlarda asosan O'zbekiston Respublikasi xorijiy davlatlardagi diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalarining xodimlari kiradi. Qishloq joylardagi qishloq xo'jaligi tashkilotlari va qishloq xo'jaligi bo'yicha ilmiy tadqiqot muassasalarining mutaxassislari kiradi. Temir yo'l transportining liniya tashkilotlari, yo'l qurilish va montaj va yo'llardan ixtisoslashtirilgan tresslarning qurilish montaj va ko'prik sozlik poyezdlari, mexanizatsiyalashtirilgan kolonnalari va boshqa harakatlantirish tuzilmalarining xodimlari kiradi. Ushbu tashkilotlarning bosh buxgalterlari, ombor mudiri, kassirlardan tashqari aloqadan foydalanish tashkilotlari xodimlari ham bitta tashkilotda ishlashi mumkin. Sog'liqni saqlash, davolash profilaktika va sanitariya epidemiologik tashkilotlarining shifokorlari, barcha ta'lim tashkilotlarining pedagog xodimlari, o'qituvchilari, bibliotekalari. O'zbekiston Respublikasi Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunga muvofiq mehnat shartnomasi tuzilmaydigan davlat xizmat lavozimlari siyosiy guruhga kiruvchi fuqarolik xizmatchilari ham bo'lishi mumkin. Bunda fuqarolik xizmat to'g'risidagi qonunga ko'ra siyosiy guruhga kiruvchi davlat fuqarolik xizmatlari bilan mehnat shartnomasi tuzilmaydi. Ularning faoliyati mehnat shartnoma bilan emas, balki alohida qonunlar hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari bilan belgilanadi. Siyosiy lavozimni egallovchi shaxslarga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri, Senat raisi, ularning o'rinbosarlari, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri, uning o'rinbosarlari va maslahatchilari kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Yuqori Kengashi, Vazirlar Kengashi raisi kiradi. Vazirlar, davlat qo'mitalari raislari, viloyatlar va Toshkent shahar hamda tuman shahar hokimlari, Markaziy saylov komissiya raisi, Oliy sud raisi, bosh prokuror boshqalar kirishi mumkin. Bundan tashqari teatrlar, badiiy jamoalar va studiyalarning ijodiy xodimlari, arxivlar xodimlari, seysmik stansiyalar xodimlari, ilmiy muassasa xodimlari kiradi. Bu arxiv, seysmik stansiya xodimlari, ilmiy muassasa xodimlarining bosh buxgalter, ombor mudiri va kassirlardan tashqari O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi hududidagi Gidrometeorologiya xizmati agentligining tarmoq tashkilotlari xodimlari, Dala geologiya, ekspeditsiya uchastka va boshqa tashkilot xodimlari kiradi. Qishloq joylarda ishlaydigan o'rmon va suv xo'jaligi mutaxassislari, maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari xodimlari, tibbiyot xodimlari, madaniy ma'rifiy tashkilotlar xodimlari, umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llaridan foydalanadigan yo'l tashkilotlarining xodimlari, ushbu tashkilotlarning bosh buxgalteri, omborchisi va kassirlardan tashqari qurilish montaj va ko'prik sozlik qurilish poyezdlar, mexanizatsiyalashtirilgan kolonnalar va boshqa ko'chma maxsus qurilish tuzilmalarining xodimlari,
bularning bosh buxgalterlari, ombor mudirlari va kassirlardan tashqari Daryo floti kemalarni suzuvchi tarkibiy xodimlari va daryo transportdan foydalanish tashkilotining xodimlari kiradi. Bunda bosh buxgalteri, ombor mudirlari va kassirlardan tashqari magistral quvurlarni o'tkazish hamda neft va gaz konlarini tartibga soluvchi qurilish montaj va boshqa ixtisoslashgan boshqarma uchastkalarining xodimlari. Bularni ham bosh buxgalteri, ombor mudiri va kassirlardan tashqari Tog'kon metallurgiya sanoat korxona tashkilotlarining texnologik transport ishlab chiqarish hamda xizmat ko'rsatish obyektlari, ochiq va yopiq turdagi ruda qazib olish konlarining ishchi hamda xodimlari, kon rudalarining boyitish va eritish korxonalarining ishchi xodimlari kiradi. Ushbu korxona tashkilotlarining markaziy apparati, boshqaruv hamda muhandislik toifaga mansub xodimlari, shuningdek bosh buxgalterlari, xarid sotish uchun mas'ul xodimlar, bular xarid va sotish uchun mas'ul xodimlar, o'zimizni tilga aytganda snabjenilar, inson resurslariga mas'ul xodimlar, bular adil kadrlar, omborxona mudirlari va kassirlardan tashqari mana shu xodimlar bitta tashkilotda ishlashi mumkin. Mana shu joyda davlat tashkilotlarida xizmat qilayotgan kadrlar bo'limi xodimlari va compliance nazoratlar xodimlari tomonidan manfaatlar to'qnashuvi yuzaga keladi degan ko'proq tushuncha mavjud, lekin O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlariga asosan istisno holatlari keltirib o'tilgan. O'sha istisno holatlarga ko'proq e'tibor berishlarini so'rab qolaman. Bundan tashqari mehnat qonunchiligi, fuqarolik qonunchiligi, ma'muriy javobgarlik qonunchiligi, jinoyat qonunchiliklari bo'yicha bundan tashqari yuristga qanaqadir savollar bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib bemalol savol yo'llashingiz mumkin.